Yamal, yutalmasang katta gapirib nima bor a? Sharmanda qilding-ku hammani. Dadasi? Nima? Nima bu yotish 2 kundan beri shu ahvol yotibsiz. Ko'chaga chiqing, bu yotishingizda kasal bo'lib qolasiz. Do'stlaringiz bilan ko'rishgani boring. Hozir ko'chaga chiqadigan emas, ko'chada reaksiya izg'ib yuribdi. Ha, ko'chaga chiqdim deganingmi, og'zing yuradi gap bilan. Voy, sizni komandangiz yutkizsa doim shu ahvol. Biz och qolamiz. Xolodilnikda hech narsa yo'q, oziq-ovqat ham qolmagan. Ha, turib bozor-mozorlik qilsangiz bo'lmaydimi? Bu muammo emas, uyda turib hal qilib qo'yaman hozir. Bozorchiga telefon qilaman, o'zlari atkilab tashlab ketadi. Alo. Bozorchami? Men masachiman. Aka hozir produktlar ro'yxatini tashlaman, uyga dastlabki qilib olsanglar yaxshi bo'lardi, aka. Endi yig'lab gapiraman-da, komandamiz yutkizgandan keyin. Qora ko'zing odamim, itdan bo'lgan haromim. Hey, dastlabki yomon bo'layapti. Bugunning o'zida 198 ta dastlabki doshdim. Yo'q, yana dastlabki bor. Barsachilarga emasmi? Ha, barsachiga. O'zi 2 kundan beri to'lqa barsachilarga dastlabki bo'lyapman. Soqqani soqqa yuryapman, bor. Maza bo'lsin ekanda, bor. Yaqinda moshina olaman deyapman. Davay, sol bo'pti. Hozir ro'yxat tashlasin-da. Mana men bilaman ularga ro'yxatda nima kerakligini. Salfetkadan ko'proq sol. Men tashlayapman ularga. Ko'z yoshlarini artishga kerak bo'ladi. Keyin bitta realni formasini qo'shib qo'y. Nima yegan u? O'zi bilan formaga qiziqib dastlabga chaqiryapti-da.